Assalomu alaykum hurmatli obunachilarimiz. Bugun biz Katiyol lideriga yetib kelganmiz. Ko'rib turganlaringizdaqa turli xildagi Katiyollar bor, turli xil o'lchamda. Mana bu tomonlarni ham ko'rasizlar. Kam rasxod, o'zini ishini ustasi, uzoq yillik tajribaga ega bo'lgan ushbu sexda o'sha Sardor akam faoliyat olib boradilar. Katiyollarda haqiqatda nomeradini mana shu yerda bo'ladi. Oddiy mana o'zlarining eshiklariga mana ishib ketmasligi uchun qilingan o'zini nimalariga mana har bitta narsa detallari bittalab o'ylab chiqilgan. Mana qopqoqlari ham, eshiklari ochilishi ham. Xullas akalar vobshe mana chekkalariga uchuplitlar qilingan ekan. Ichida turbalarni ham ko'rishlari mumkin. Yangi sifatli disklardan foydalanishadi. Endi mana Katiyolda eshigini ham buzib berdim. Katiyol lider eng kami 10 yillik tajribaga ega hisoblanadi. Mana bu o'tinga, ko'mirga, hokaga, svetga moslasalaring bo'ladi. Bularda hokani o'ziga ham yoqsalaring bo'ladi. Bu mana примерно 30 kilovatligi. Mana bu yerda yana boshqacha Katiyollar bor. Mana bular ko'rishlaring mumkin. Bu o'sha kukunga yonadigan ekan. Xudo xolasa. Xo'sh, o'lchamini eng kichkinasi 20 kilovat, 200 kvadratlikdan ag'i ketaveradi mana akalar. 20 kilovatli, 40 kilovatli, 50 kilovatli, 50 kilovatli, 40 kilovatli, 30 kilovatli ketdi mana bag'iga zakazga shuncha katta yo'llar bor. Yasab hammasini berib yuboriladi. Bular shuncha yildan beri ishlab kelishib, xatolarni ustida ishlab sifatda yuqori darajaga ko'tarishgan. Katiyol lider firmasi. Ya'ni qaysidir Katiyol tez ketib qolgan bo'lsa, qaysidir noto'g'ri bo'lsa, shu joyiga e'tibor berishgan. Albatta komplektida ventilyatori, saldatchi, datchilari hamma yo'g'i bo'ladi. Har tomonlama yuqori tajribaga ega bo'lgan ustalar ishlaydi. Xo'p, listlar yangi keladi. Mana endi hozir ichkariga kiramiz. Narxlari ham uncha qimmat chiqmaydi. Nimaga narxlari uncha qimmat chiqmaydi desalaring, ichkarida o'zlarini lazer stanoylari bor. Ya'ni lazer apparatlari bor. Ana shu lazer apparatlar orqali listlar kesiladi. Mana bu yerda usta akalarimiz svarka qilishyapti. Bu Katiyol tayyorlanish jarayonida mana svarka ishlarini ham o'zlarining ko'rib baho berishlari mumkin. Lazerda kesilib chiqib, mana bu listda gitda bukiladi. Ya'ni asosiy suv turadigan joylarini mana ko'rganlaringizda bukishgan. Iloji boricha svarkani kamroq tegizishga harakat qilishadi. Bu yerda turli xil Katiyollar ishlab chiqariladi, to'xtovsiz bo'ladi. Katta obyemlarni ham inshaalloh ulgutib berishadi. Shunga yarasha katta nima Katiyol sex hisoblanadi. Mana bu tomonda listlar keladi. Mana bu tomonda mana shu lazerlar orqali, lazer apparatlar orqali mana iloji boricha svarkani kam tegizishga harakat qilib, sifatini yuqori qilishga harakat qilishadi. Endi kimda kim Katiyol olmoqchi bo'lsa, qaysi o'lchamdagi Katiyol kerak bo'ladigan bo'lsa, ekranda telefon raqamlariga aloqaga chiqaverasizlar. Ali katta parnilarga, katta obyemli joylarga, katta kilovatli mana Katiyollarni olishga o'ylayotgan bo'lsalaring, o'ylamay Katiyol liderga murojaat qilasizlar. 3000 kvadrat beradigan Katiyollarni ham yasashdi. Bularni ham o'zimiz syomka qildik. Bemalol aloqaga chiqib kelishlaring mumkin bo'ladi. Turli xil yuqori sifatdagi, turli xil o'lchamdagi, turli xil narxdagi Katiyollar aynan Katiyol liderda bo'ladi. Va manzilni tushuntirsak, Farg'ona Marg'ilon akvapark chorrahasidan
Marg'ilon sentrdan Akvapark chorrahasiga kelib, o'ngga burilib, 1,5 kilometr yurib kelsalaring, aynan mana shu Katyol lider sexiga kelasizlar. Endi bu tomondan Marg'ilon O'qchi chorrahasidan shunday chapga burilib, shunday kelsalaring, xudo xolasa sizlarni uzog'i 800 metrdan keyin Katyol lider brendi kutib oladi. Ushbu joyda bundan tashqari sentrifugalar ham ishlab chiqariladi. Yuqori sifatdagi gilam yuvish uchun sentrifuga nomer 1 mana shu joyda ishlab chiqariladi. Kimga sentrifugalar kerak bo'ladigan bo'lsa ham, qalin lislardan, qalin materiallardan foydalanib o'zlari yasab berishadi.